Azizlar, men 2 kun oldin So'xdan Farg'onagacha bo'lgan masofani piyoda bosib o'taman deb va'da bergan edim. Ushbu videolarning izohida ayrim qo'shtirnoq ichidagi tomoshabinlar o'zlarining negativ fikrlarini yozib qoldirishibdi. Ya'ni ularning aytishiga qaraganda men piyoda emas, mashinada boribman. Keling yo'lda bo'lgan voqeani men sizlarga batafsil tushuntirib beraman. Jonli efirda ko'rgan bo'lsangiz kerak, aynan men So'xdan Minchinorgacha borganimda telefonimning zaryadi tugab qoldi. To'g'rimi? Da. Lekin o'sha joyda dashda men qanday qilib zaryadchik topishim mumkin? Lekin eng qiziq joyi shu payt meni Qirg'iziston ichki ishlar xodimi kelib, shubhali ko'rinyapsan deb meni olib ketishgan. Chunki u yo'lda kechasi soat 11 da mendan boshqa hech kim yurmagan piyoda. Rosa shubhali ko'rinyapman o'zim. To'g'ri, haqiqatan ham men 15-20 kilometr piyoda yurmadim. Ya'ni men o'zim xohlamagan tarzda meni olib borib qo'yishgan. Xo'p, ko'p odamlar savol berish kerak. O'zi soat 11 bo'lyapti, qanday qilib postdan o'tib ketishing kerak? Bizda soat 10 bo'lgan, Qirg'izistonda 11 bo'lgan. Chunki 1 soati oldin. Hurmatli tomoshabinlar, nima deb o'ylasanglar o'ylanglar. Aslida men xolis niyat qilgan Farg'ona viloyati So'x tumanidan peshkom chiqib Farg'onagacha, ya'ni 100 kilometr peshkom boraman dedim. Albatta amallar niyatga bog'liq.